Assalomu alaykum do'stlar, men Kinomanman va bu Olov iskanjasida filmi. Videoni tomosha qilishdan oldin mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda like bosishni va kommentariyada o'z ismingizni yozib qoldirishni unutmang. Kim biladi deysiz, balkim keyingi kinoyimiz qahramoni aynan siz bo'larsiz. Hozircha esa qulayroq o'rnashib oling va men boshladim. Apokalipsis sodir bo'lmasdan oldin jasur xazinalar ovchisi sifatida nom qozongan edi. U inson zoti topolmaydigan xazinalarni topish bo'yicha ustasi farang miyasiga rang bo'lgandi. So'nggi magnit bo'ronidan so'ng butun dunyoda hayot to'xtab qoldi. Barcha elektr tarmoqlari ishdan chiqdi. Hukumat ag'darildi va harbiylar barchasini o'z qo'llariga olishdi. Ko'p o'tmasdan ochlik boshlandi. Kasalliklar tarqaldi. Dollar kursi tushib ketdi. Dori-darmonlar haqida esa gapirmasa ham bo'lardi. Jasur esa haliyam xazina izlash bilan ovora edi. Mo'ljaldagi binoga kirgan qahramonimiz kitob javonini ko'zdan kechirib uning ortida yashiringan maxfiy eshikni topadi. Ichkariga kirgan Jasur kodlangan seyfni topadi va undagi barmoq izlaridan foydalangan holda seyf kodini topishga harakat qiladi. U buni uddalaydi va seyfni ochgach, parolga mos bo'lgan qo'shiq yozilgan plastinkani ishga soladi. Ikkinchi seyf ham lang etib ochiladi. Jasur uning ichidan o'ta qimmatbaho skripkani olib, endi qaytmoqchi bo'lganida politsiya kiyimini kiyib olgan kallakesarlarga duch keladi. Ular skripkani berishini talab qilishadi, ammo Jasur bunday qilsa ismi Jasur bo'lmasdi. Kallakesarlar unga hujum qilishadi va birin-ketin xato qilganliklarini o'z tanalarida his qilishadi. Kallakesarlarni biryoqlik qilgan Jasur tish tirnog'igacha qurollangan soqchilar qo'riqlovchi qasrga yetib keladi. U skripkani harbiylar boshlig'ining kotibasiga beradi va ayol qirol Alishda uning uchun yana bir topshiriq borligini aytadi. Biroq Jasur bundan bosh tortadi. Alishga uning bosh tortganligini xabar qilishgach, u kotibasiga Jasur yo'q deya olmaydigan narsani topishlarini buyuradi. Jasur esa cho'kay deb qolgan yaxtasiga keladi va tuzigini ovqatlantirgach, to'lov evaziga olgan narsalarni ko'zdan kechirib, og'ir ish kunidan so'ng bir qultum xo'plab uyquga ketadi. Tongda shovqindan uyg'ongan Jasur tashqariga chiqqach, qopqoniga askar tushganligini ko'radi. U Alish uni ko'rgani kelganligini aytadi. Alish uni o'nlab askarlar qurshovda kutib oladi. U ko'plab odamlarni yonlaganligini, biroq ular uningchalik topqir emasliklarini aytadi. U sivilizatsiyani qayta tiklash niyatida edi. Jasurga bularning qizig'i yo'q edi va Alish mukofot evaziga olishi mumkin bo'lgan yangi yaxtani ko'rsatgach, u rozi bo'ladi. U maxfiy omborxonada saqlanayotgan Mona Lisa suratini olib kelishi kerak edi. Alish unga kerak bo'ladigan barcha jihoz va yeb-ichimlarni berishga va'da beradi. Bu esa Jasurga 2 karra yoqib tushadi. Aeroportga kelgan Jasur uchishlari kerak bo'lgan samolyotlari teshik tog'oradan farq qilmasligini ko'rib yuragi tovoniga tushib ketadi. Alish unga uchish yo'lini ko'rsatadi va shahar markazida uni manziligacha kuzatib boradigan odam kutib olishini aytadi. Tunda parvoz qilishadi. Uchuvchi yoqilg'ilari faqat yarim yo'lgacha yetishini, shu sabab parashyutda sakrashlari lozimligini aytadi. Jasur esa bu onangni emmagur parashyut nimaligini ham bilmasdi. Kutilmaganda samolyot titrashni boshlaydi. Ularni nishonga tutishgandi va pilot ertaroq sakrashlari kerakligini aytadi. Xavfsiz joyga o'tishga Jasur bilgan iltijolarni aytib pastga sakraydi va yerga yengilgina qo'nib oladi. Yo'lni davom etgan erkak isyonchilar vayron qilgan shahar oralab o'tarkan to'satdan oldida tank paydo bo'ladi va uni nishonga oladi. Biroq endi otaman deganida tankka raketa uriladi. Pistirmadan chiqqan isyonchilar tank ichidagi askarlarni o'ldirishadi. Shaharni Vali nomli qonxo'r general vayronaga aylantirgan edi. Shaxmat o'ynashni yaxshi ko'radigan Vali raqiblaridan biri Nodirbek Abdusattorov ketingni ayrardi degan gapiga chidolmasdan uni otib tashlaydi. Uning o'ng qo'li G'ani samolyotdan kimdir sakraganligini xabar qilgach, Vali uni topishni buyuradi. Tongda Jasur shahar markaziga yetib keladi va mashinalardan biridan maskirovka uchun kiyim oladi. Markaziy maydonda askarlar qonun qoidalarini tushuntirisharkan, uni buzganlar shafqatsiz jazolanishlarini aytishadi va isbot o'rnida qoidabuzarlarni otib tashlashadi. Jasur ketmoqchi bo'lganida uni o'rab olgan askarlar sumkasini tashlashni buyurishadi. Ammo qo'rqqanni qo'ltig'i sassin degan Jasur askarlarni birin-ketin qayta tug'ilishga jo'natadi. Bularni amalladim deb ketayotgan Jasurning oldidan yana biri chiqib unga qurol o'qtaladi, biroq isyonchilardan biri uni asfala sofiniga jo'natadi. U aslida Alish aytgan odami Dumbulgul edi. Ular e'tiborga tushmasligi uchun berkinib olomon orasidan o'tishadi. Biroq general baribir ham ularni ko'rib qoladi. Ular yaqin oradagi cherkovga kirishadi. Ularni kutib olgan rohibda yaqinda qatl qilingan isyonchilar keltirgan muhim xarita bor edi. Rohib ularni garajga olib kirib, o'zi yasagan mashinani ko'rsatadi. Xaritada keyingi manzillari belgilangan edi.
Shu damda askarlar binoni o'rab olishadi va general barchaga chiqishni buyuradi. Dumbulgul va Jasirlar mashinaga o'tirisharkan, rohib generalni chalg'itishga chiqadi. Askarlar unga ishonmasdan binoni tekshirgani ketishayotganlarida qurolni olgan rohib generalni yaralaydi va qahramonlarcha halok bo'ladi. Garajga kirgan askarlar rulda o'tirgan Jasirga chalg'ib turishganlarida pistirmadan chiqqan Dumbulgul bor mahoratini ishga solib barcha askarlarni yer tishlatadi. Bundan so'ng mashinani yoqib Ruxsora opaning repi ostida minga qo'yib askarlarning burni tagidan qochib qolishadi. Ta'qiblardan qutulgan ikkovlon navbatdagi manzil tomon yo'l olishadi. Tunda dam olish uchun to'xtaganlarida Jasir nega barcha Mona Lizaning suratiga qiziqib qolganligini so'raydi. Dumbulgul esa surat yashiringan joyda yana anchagina qurol-yaroqlar ham borligini va Alish uni Validan oldin topmoqchiligini aytadi. Ayni damda Vali o'z poyezdida ularning ortidan quva kelayotgandi. General Ruhoniyni o'ldirganligini aytib o'ziga ochko ishlashga urinadi, ammo asosiy isyonchilarni qo'ldan boy berganligi sabab qatl qilinadi. Ertasi kuni sheriklar xazina joylashishi taxmin qilingan joyga kelishadi. Biroq Dumbulgul juda asabiy ko'rinardi. Sababi bu joy kaniballarga aylangan sobiq mahbuslar bo'lmish sharpalar nazorati ostida edi. Olisda signal raketasini ko'rishadi, demakki ularni kimdir poylab kelayotgan edi. Ichkariga kirgan sheriklar omborxona bo'm-bo'sh ekanligini ko'rishadi. Bularni ko'rgan Jasir bu yerdagi narsalarni xavfsizroq joyga olib ketganliklarini tushunadi. Bu vaqtda sharpalar ham yaqinlashib qolishgandi. Bosh ofisga kirishgach, evakuatsiya haqidagi yozuvlarni qidirishadi. Jasir shkafdagi soxta devor ortidan daftar oladi. Fransuz tilini tarjima qilgan Dumbulgul kerakli koordinatlarni topadi. Biroq Jasir bundan shubha qiladi, sababi xazinani himoya qiluvchilar koordinatlarni shundoqqina ma deb berib qo'yishmasdi. Shifrlardan foydalangan Jasir xazina yashiringan koordinatlarni aniqlaydi. Sharpalar yetib kelishadi, biroq Jasir aniq manzilni aniqlamaguncha jilt etmaydi va Simserhof nomiga duch keladi. Sharpalar yuqoriga ko'tarilishgach, qahramonlarimiz oynadan sakrab qochishadi. Eshik tutqichida qoldirilgan granata esa ularning ishini anchagina osonlashtiradi. Yo'lni davom etisharkan, Dumbulgul isyonchilarga Simserhofda uchrashishlarini ma'lum qiladi. Bir necha soatdan so'ng manzilga kelgan Vali yerdagi g'ildirak izlarini topib, ularning shu yerda bo'lganliklarini tushunadi. Daftarni topgan Vali ultrabinafsha fonar yordamida Dumbulgul xaritada ko'rsatgan manzilni topadi va Simserhofga borishlari kerakligini tushunadi. Qahramonlarimiz esa Simserhofga yetib kelishadi. Ichkariga kirishgach, texnikalar ishlayotganligini ko'rishadi va Jasir buning quyosh panellari ekanligini aytadi. Chizmalarni ko'zdan kechirishgach, xarita ventilyator shaxtasi ortida ekanligini taxmin qilishadi va Jasir shu yo'l orqali borishini aytadi. Dumbulgul esa quyosh panellarini ishdan chiqarib, ventilyatorni o'chirishini aytadi. Binodan arqon topgan Jasir uni beliga mahkam bog'lab, ventilyatsiya shaxtasiga tusha boshlaydi. Biroq afsuski, arqon sekin-asta uzilishni boshlab, uning hayotini xavf ostiga qo'yadi. Ayni damda quyosh panellari oldiga kelgan Dumbulgul birinchi urinishida o'z nomini oqlaydi. Ammo ikkinchi safar buni uddalab panellarni ishdan chiqaradi va Jasir so'nggi damda omon qoladi. Ventilyatsiya shaxtasini tekshirgach, u yer suvga liq to'la ekanligini ko'radi va boricha havo yutib suvga sho'ng'iydi. Kerakli yo'nalishda harakatlangan Jasir adashmasdan lyuk oldiga keladi. U nihoyat izlagan xazinalari saqlanayotgan joyni topadi va eshiklarni ochib Dumbulgulni ham ichkariga kirgizadi. Ma'lum bo'lishicha, Mona Liza bu shunchaki uning surati tushirilgan atom bombasi ekan. Dumbulgul esa buni bilgan. Biroq bu haqida Jasirga aytsa, ularga yordam berishdan bosh tortishi aniq edi va u buni tasdiqlaydi. Dumbulgulning aytishicha, AQSh Yaponiyani bombardimon qilganidan so'ng har ehtimolga qarshi Rossiya uchun ham bittasini tayyorlab qo'ygan ekan. U Alishning bombani ishlatishni emas, aksincha uni Valiga o'xshagan qonxo'rlardan himoyalash uchun izlaganligini tushuntiradi. Isyonchilar bombani olib chiqishda yordamga kelishganlarida Jasir mashinaga o'tirib ketib qoladi. Bir necha daqiqadan so'ng poyezd ham Simserhofga yetib keladi va askarlar o't ochishni boshlashadi. G'ani pushkani olib isyonchilar mashinasini portlatib yuboradi. Valiga bomba kalitini berishgach, Lizani poyezdga ortishadi. Fikrini o'zgartirib ortiga qaytgan Jasir barcha o'lganligini ko'radi, ammo Dumbulgul bino ichida berkinib tirik qolgan ekan. U endi barchasi tugadi deb taslim bo'lgandi. Jasir esa poyezdni yo'q qilib barchasiga nuqta qo'yishlari mumkinligini aytadi. Ular kerakli qurol-yaroqlarni olib poyezd ortidan yo'lga chiqishadi. Kechga yaqin qahramonlarimiz poyezd ortidan yetib kelishadi va ko'prik ustiga chiqishgach, Jasir poyezdga sakrab minib oladi. Eshikni ochib ichkariga granata uloqtirgan Jasir bir qancha askarlarni o'ldiradi, ammo tirik qolganlarini oktagonga taklif qiladi. Ko'p o'tmasdan G'aniga duch kelgan Jasir uni mag'lub etish uchun anchagina ter to'kishga majbur bo'ladi. Jasir bomba oldiga uchib tushgach, ilojsiz nozik joyni nishonga oladi.
Yetib kelgan Vali ularga o't ocharkan Jasur G'anini o'ziga qalqon qilib uni o'ldiradi. Bundan so'ng Valiga tashlanadi. Qisqa ammo shiddatli davom etgan jangda Jasurning qo'li baland kelib, Validan bomba kalitini olib qo'yadi. Dumbulgul esa oldindagi ko'prikka yetib kelib, bombalarni o'rnatib chiqadi va uni portlatib yuboradi. Jasur shu damda sakrab qochib qoladi. Vali esa poyezdni to'xtatishga urinadi, ammo endi kech edi. Vali bortida atom bombasi bo'lgan poyezdi bilan birgalikda jarlikka qarab kalla tashlaydi. Dumbulgul esa Jasurim ham halok bo'ldi deb o'ylab xo'ngrab yig'lashni boshlaydi. Ammo Jasur padarka bola emasdi va uni ko'rgan Dumbulgul o'zida yo'q xursand bo'ladi. Bir necha kundan so'ng qasrga qaytgan Jasur bomba kalitini Alishga topshiradi va bomba jarlikda yotganligini aytadi. Bundan so'ng endi uni tinch qo'yishlarini aytib, yap-yangi yaxtasida Dumbulgul bilan birga olis sayohatlarga otlanadi. Alish esa bomba kalitini shuncha paytdan beri o'zida bo'lgan Mona Lizaning oldiga qo'yadi. Haram. Tamom. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.